qolmasinlar usta bu. Assalomu alaykum, charchabsizlarmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Qani u katta ustalaringiz ko'rinmayapti? Biror joyga borganlarmi? Uyda egasi keldimi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom usta. Telefon qilib chaqirdingiz, ko'rinmaganingizga hozir sizni sheriklaringizdan so'rab turgandim. Peshinda vaqt bo'lib qolgan edi, peshinda o'qib chiqyapmiz-da. Mana so'ragan pulingizni olib kelgandim. Biroz bu yerchangda chetga o'taylik, chetda gaplashamiz. Keling. Chetga o'taylik. Mana usta, so'ragan 1000 dollaringizni olib keldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana. To'g'ri, men so'ragan edim. Xo'p. Ishingizni ham 80% tamom bo'lib qoldi. Ishlaringiz zo'r, menga ma'qul, zo'r chiqdi lekin. Iloji bo'lsa, Xo'sh. bizni rasxod qilsangiz, bolalarga ham pul zarur bo'lib qolyapti. O'zi ishlaringiz ham deyarli 3-4 kunlik ish qolibdi. Shunday. Ha, mayli, bolalarga pul zarur bo'ladigan bo'lsa, bolalarga berib, hammasini rozi qilib qo'ying. Meni uyimdan birorta usta hali norozi bo'lib chiqqani yo'q. Xo'p usta, mana bu shu qolgan pul bizga rachot. Ustalar, tushinglar. Uyda egasi rad chiqib ketdi. Bir hisob kitob qilaylik. Bu 200 sizga. Bunisi esa senga. Bunisi ustakamizga, ustaka. Bunisi yo'lkiramizga, bunisi esa menga. Uyda egasi 1000 dollar pul berib, ishimizni rachot qildi. Biroz skidka so'ragan edi, skidka qilib yubordim. Sizlar ham rozi bo'lasizlar. Alloh barakasini bersin. Hozir 10 minutga ishxonaga yetib boraman. Uyga kelgandim. Ustalarim ham ishini deyarli tugatgan ekan. Ustalarim javob berib qo'y, darhol yetib boraman ishxonaga. Bo'pti. Usta aka, nimaga mana burchakka siniq g'ishta qo'ydingiz oxiriga? Qaysi biri? Mana burchakka keling. Mana qaysi biri? Mana burchakni ko'rmayapsizmi? Ma'lummi? Ha, mana shu siniq qo'yibdi-yu. Al o'zi bu yog'i skidkaga bo'layotgan bo'lsa, shunisiga ham shukr qiling. Nima? Hazillashyapsizmi usta? Qanaqa skidka? Tushunmadim. O'zi 2000 dollarlik ishni 1000 dollarga bitirib beradigan bo'lsak, skidka bo'lmay nima bo'lsin unda? Nima? Qani u katta ustalaring? Chaqirib bergan ustani? Nima gap usta? Ha, men 2000 dollar berib sizlarni pullaringizni oldindan rachot qilib qo'ydimmi? Ha, nimaga ustalarga 1000 dollar berib skidka qilib qo'ydi uyda egasi deb aytib qo'ydingiz? Tushunmadimmi? Usta, sen haqingda fikrim boshqacha edi lekin. Mana bu boshingdagi do'ppingni ko'rib, qilgan amallaringni ko'rib, insofli, diyonatli, birovning haqqiga xiyonat qilmaydigan usta deb o'ylagan edim. Og'zingdan chiqqan pulingni bergan bo'lsam, nimaga sheriklaringning haqqiga xiyonat qilasan? Attang, essiz sendaqa ustalar.